Men yaxshi ko'radigan preparatlar, ko'p ishlatadigan praktikamda va meni patsientlarim довольный bo'ladigan preparatlarni ko'rsatmoqchiman. Eng yaxshi ko'radigan preparatlarimdan biri bu Twice preparati. Polinukleotid PDRN ko'z ostiga qilinadi va butun yuzga qilinadi. Yuz tortiladi, ocharadi va yosharadi. Ikkinchisi, agar tochka papula qolamaydigan ayollarimizga, yigitlarimizga 5 ta tochka. Bu Profile preparati. 5 ta bu yoqqa, 5 ta bu yoqqa qilinadi. Bu uvlajnение beradi, yoshartiradi, lifting, yuzlarni namlantirib berishadi. Mezoxantin bu antioksidant bo'lgani uchun yuzni zo'r ochartirib beradi va poralarni kichkinaroq qilib beradi. Bestseller desa bo'ladi, chunki buni 20 yildan beri, buni ham 20 yildan beri, buni ham 20 yildan beri ishlataman. Aquashine PTX zo'r rezultat, yuzni yaltillatib, effekt Photoshopaga o'xshab qilib beradi. Kalsiy fillerlari. Radius filler na основе гидроксиапатита кальция. Bu отек bermaydi, zo'r rezultat bo'ladi и только надкосничное введение. Bu preparat immunoanaloga, shvetsarskiy preparat, bu ham kalsiy filler. Ko'stochkaga qo'yamiz, demak terini ostiga qo'yamiz, o'zbekchalab aytganda suyeni ustiga. Bu preparatlar hech qayerga siljimaydi, migratsiya bo'lmaydi. Ikkalasini boshqacha texnika usulida ham qilsa bo'ladi. Bu vektorный lifting. Mana shunda подтяжка qilib qo'yishim mumkin. Lekin, конечно, plastik operatsiyada emas-ku, височный vektorный lifting. То есть bu yoqqa 5 ta, bu yoqqa 5 ta vektor ketadi. O'shanda zo'r rezultat bo'ladi.